Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Do'stlar, bugun nafaqat Minecraft o'ynaymiz, balki bugun yana bir qiziqarli challenge bo'ladi. Albatta, videoni oxirigacha tomosha qiling. Men esa boshladim. Ketdik do'stlar. Do'stlar, avvalo, agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, izohlarda olovcha belgisini qoldirib keting. Zora kim meni kuzatayotganini bilib olayin. Ha do'stlar, agarda meni viloyatlardan tomosha qiladigan bo'lsa, uni ham yozib qoldirsin. Mening kuzatuvchilarim qayerdanligi albatta menga juda ham qiziqdir do'stlar, shuning uchun ham so'rayapman. Agarda albatta malol kelmasa. Do'stlar, ikkinchidan videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Bo'ldi, boshqa qiyin joyi yo'q. Xo'p. Va men endi qanday challenge ekanligini aytsam, bemalol bo'laveradi. Bugun biz 128-blokka chiqib water drop qilishga harakat qilamiz. Agarda o'xshaydigan bo'lsa ham men baribir harakat qilgan bo'laman va umid qilamanki o'xshaydi menda do'stlar. Tasavvur qilyapman, agarda haqiqiy hayotda shunday 128 metr balandlikka chiqyapsizda, o'zingizni qush deb tasavvur qilyapsizda va men uchaman deb o'zingizni tashlab yuboryapsiz. Ha do'stlar, menimcha hamma ham o'yladi. Endi bo'lsa menga kerakli bo'ladigan narsa bu mana bu nima deydi, дубовые доски и yana bizga kerak березовые доски. Xo'p, 60 mana bu 128 taga bemalol yetadi. Xo'p. Endi qurishni boshlaymiz. Do'stlar, yana bir narsaga e'tibor bering. Men выживаниеda qilyapman. To'g'ri, mana bu aslahalarni men tvorческий мирdan olganman. Lekin qolgan barchasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Tvorческий мирda emas, выживаниеda qildim. Ketdik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Men unchalik usta emasman do'stlar, lekin nimaga aynan suvli joyini tanlaganimni menimcha hamma tushunib turibdi. Agarda mabodo o'ladigan bo'lsam ham narsalarim albatta sochilib ketadi va suvdan ularni qayta olish menga juda ham oson. Va agarda hozir bu challenge o'xshamaydigan bo'lsa, yomon bo'ladi. Do'stlar, men Java Edition'ni ham o'ynab ko'rdim va bildimki, Bedrock Javadan anchagina ustun. To'g'ri, grafik jihatdan Java Bedrockni ortda qoldirib ketadi. Uning eng yaxshi jihati bu grafikada ekan. Do'stlar, agarda barcha tayyor bo'lsa, men sakrayman. Avval endi Minecraft haqida barcha fikrlarni aytib o'tay. Bu Minecraft emas, bu Minecraft, lekin Minecraftga deyarli o'xshash. Faqatgina bunda juda ham boshqacharoq grafika va displaylari ham sal g'alatroq. Lekin nima bo'lganda ham ko'pchilik blogerlarga, gamerlarga aynan mana shu o'yin katta yordam beradi. Bedrock Edition'da nimalari bor? Bedrock Edition'da ko'proq buglar bor ekan va shuning hisobiga ham
u anchagina Javadan ustun ekan. Endi bo'lsa do'stlar, agarda tayyor bo'lsangiz, men o'zimni 128 blokdan tashlab yuboraman. Albatta Minecraftda haqiqiy hayotda men unchalik jinnilikka qo'lim bormaydi do'stlar. Va tez orada kutib turing. Men o'zimni, yuzimni ko'rsatib video olaman. Xo'p, do'stlar, shuncha gaplashdik. Aytgancha, lekin shu paytgacha men muqaddas Ramazon oyi haqida hech nima gapirmabman. Barchangizga muqaddas ro'zai Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu oy sizlarga barakali bo'lsin, saodatli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Yana ko'plab nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga aynan mana shu oyda erishing do'stlar. Endi bo'lsa hayajonli daqiqalar 3 2 1 ketdik. Ay. O'xshamay qoldi, mayli. Yana bir marotaba urinib ko'ramiz. Biz hech qachon taslim bo'lmaganmiz va bo'lmaymiz ham. Biz chunki eng kuchlilarimiz. Ha do'stlar, men shunchalik balandlikdan tushib ketgan bo'lsam ham, lekin unchalik ko'p jarohat olmabman. Va buni qarang, aslahalarim ham butun. Butun deydimi? Shunaqa. Odam hayratda. Xo'p. Endi bo'lsa qolganlaridan foydalanib, yana bu yerga bino qurishni boshlaymiz. Ketdik. Oq doska, qora doska. Albatta, hazil do'stlar. Va qurishda biz davom etaveramiz. Do'stlar, barchangizdan xursandman. Men agarda qaysidir videolarim, qaysidir o'yinlarni sizlar xohlagan bo'lsangiz-ku, men chiqara olmay qolgan bo'lsam, barchangizdan uzr so'rayman. Do'stlar, keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, yaqinda FTS yoki chapanachasiga aytganda FTS Mobile'da o'zim uchun karyera qurmoqchiman. Bunga ko'pchilik ha deb javob beribdi. 10 ta odamdan 7 tasi ha va qolganlari esa shart emas debdi. Endi o'zim aytadigan bo'lsam, umuman olganda menga mana bunday o'yinlar ko'proq yoqadi. Va mana bu yer tayyor. Aytgancha sumqan mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik do'stlar. Yo xudoyim. Do'stlar. Dahshat, zo'r bo'ldi shekilli. Yana bir bor harakat qilib ko'ramiz. Ketdik. Ozgina bo'lsa ham daraxtlarni chopib olaylik. Hali qorong'i tushishiga 1 daqiqachalar bor. Va men lekin bu vaqtdan ham unumli foydalanib qolishim kerak. Xo'p, ketdik. Agarda tepaga chiqib oladigan bo'lsam, menga eng katta muammolar qaysi moblar bo'lishi mumkin? Bu birinchi o'rinda creeper, chunki qorong'i tushayotganda u shundoq o'ralib kelib bang etib portlashi mumkin. Bilasizlar, creeperlar menga o'sha hardcore dunyoyimni yo'qotishimda ham hissa qo'shishdi, lekin men uni yo'qotmadim. Aytib qo'yay, hardcore videolar hali albatta chiqadi. Men hardcore'da 100 kun yashab qolgandan so'ng albatta isbot sifatida video chiqazaman.
Va siz albatta ko'rasiz degan umiddaman. Umuman olganda men hozirda ko'p Minecraft o'ynamayapman. Ko'p vaqtim futbol o'yinlariga ketib qolyapti. Lekin shunday bo'lsa-da, men sizlarni xursand qilishda davom etaman. Do'stlar, endi o'zingiz ayting. Bu kanalda faqatgina Minecraft videolar bo'lsinmi yoki o'zimni yo'nalishimda, ya'ni gamerlik sohasida har xil o'yinlar bilan ishlayman. Shuni aytinglar. Men yaqinda Terpение, Granny degan o'yinlarni ham o'ynamoqchiman. Agarda siz rozi bo'lsangiz, albatta do'stlar, bo'lmasa umuman qilmagan bo'lardim. Agarda sizlarga baland tuyulayotgan bo'lsa, tabriklayman. Menga ham baland tuyulyapti. Endi bo'lsa ketdik. Hozir Creeper, o'rgimchak hammasi keladi-da, menga yopishishni boshlaydi. Shuning uchun shuncha vaqtimni men nimaga qurishga sarflab o'tiribman? Shu paytgacha men axir boshqa narsa ham qursam bo'lardi-ku. Uy qurib olsam bo'lardi-ku. Nimaga men water drop qilib o'tiribman? Albatta siz uchun do'stlar. Men bekordan bekorga bunday jinniliklar qilmayman albatta. Va sizlarga mana bitta manzarani ko'rsatay. Bo'ldi. Bahramand bo'ling. Minecraft bu dunyodagi eng yaxshi o'yin. Bunda siz faqatgina bitta o'zingizsiz. Boshqa hech qanday narsalar sizga to'siq bo'la olmaydi. Do'stlar, sizlar bilan Sherozbek Play kanali bo'lmoqda va bu kanal inshaalloh sizni xursand qilishda davom etadi. Men gamerlik faoliyatimni hali beri tugatishni istamayman va shuning uchun ham davom etamiz. Ketdik. So'nggi water dropni amalga oshiramizda va shundan so'ng video o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agarda hozir so'nggi water dropim ham o'xshaydigan bo'lsa-ku, lekin moblar o'ldiradigan bo'lsa, albatta tayyor turishim kerak. Ketdik. Yo'q. Shuning uchun tayyor turishim kerak deyapman, qilisha olmaganman. Endi bo'lsa, ketdik. Va mana do'stlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetmoqda. Sizlar bilan Sherozbek Play kanali bo'ldi. Do'stlar, mendan uzoqlashmang. Ramazon tuhfalari hali albatta bo'ladi. Xudo xolasa, mana shu haftada yana ikkitacha yoki bitta video chiqadi. Mendan uzoqlashmang va yaqinda masshtabliroq yangi video qilishga harakat qilaman. Aynan sizlar uchun do'stlar. Xayr, doimo sog' salomat bo'ling va barchangizga omad tilayman. Xayr.